Birodar, seni hayotingni tang bo'lishligi, rizq masalasida siqilib bo'g'ilib yashashligingni asosiy sababi Robbingdan uzoq bo'lib ketayotganing. Alloh bekatdan-bekatga olib qo'ymaydi. Qo'lingdagi kengchiligingni, sakinatli, xotirjam hayotingni o'zingdan o'tib qoladi. Xudoyim bandasiga mehribondir, va lekin bandasi o'zi yomondir. Va ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Shuni shior qilib olish kerak, yigitlar. Nima musibat yetsa ustingga, o'zingni qo'ling bilan kasb qilgan ishing sababli yetadi. Yana men Alloh ko'pini kechirib turaman, deyapti. 10 ta gunoh qildingiz, bittasiga jazo berdi, 9 tasini yuvoradi shu bilan. Boshingga nima musibat kelsa, o'zingni fe'ling sababli bo'ldi. Yana men ko'pini kechirib turaman gunohlaringni, deydi.